Topilmaydi bilaman dunyoda sizdek odam. Sizni yaxshi ko'raman, hammadan zo'rsiz dadam. Davringizda zo'r o'sdim, bo'lmadi hech kim ko'stim. Mening ishongan do'stim, hammadan zo'rsiz dadam. Mehribonim, davlatim, g'ururim, beminnatim. Yuzi nurli jannatim, hammadan zo'rsiz dadam. Jonim to'kildi-ku mani, qolib ketdi orzularim mani. Hech bo'lmasa tushlarimga kiring, sog'inganim otajonim mani. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. O'tkirjon otajonim o'zingiz bo'lasizmi? Men. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilmadimmi? Allo. Rahmat, ayni damda biz sizga quvonch shodliklarni tilagan holda Telegram ijtimoiy tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan yaqinlarimga tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shu loyihani boshlovchisi bilan jonli muloqotda bo'lib turibsiz, otajon. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Avvalambor bugunga qarshi olgan yoshingiz, Allohimizga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyom tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat qizim, rahmat. Mehr muhabbatga to'la bo'lgan go'zal hayot, yaxshi kunlar hamrohligini, duolar ijobat yu ibodatlarda sobit qadamlik, Allohimning eng suyukli bandalari qatorida bo'lishingizni hamda ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlikni ham tilab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Mana shunday go'zal ayyom munosabatiyle bugun bizning loyihamizga sizga atalgan eng chiroyli tabriknomalarni yo'llab sizga baxtlarni, shodliklarni ulashmoqlik niyatida bir yaqin mehribon insoningizdan go'zal tabriknomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga kim yo'llayotgan bo'lishlari mumkin? Qizim bor. Albatta, mashalloh, juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Ayni damda jamiki yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi mehribon qizalog'ingiz Gulzodaxon opajonimiz sizni tabriklamoqdalar. Hamda ularga hamrohlikda barcha farzandlaringiz, kelin qizingiz hamda turmush o'rtog'ingiz ham sizni muborakbod etib, ikki dunyo saodatini ham sizga tilab qolishibdi, otajon. Rahmat. Sog' bo'ling. Agarda birozgina qimmatli vaqtingizni olsak, tana shu mehribon qizalog'ingiz tomonidan yetib kelgan qalbdan chiqqan qaynoq tabrik maktublarini e'tiboringizga havola etsam maylimi? Rahmat kattakon, marhamat qabul qiling. Assalomu alaykum mehribonim, qiblagohim, suyangan tog'im, oilamiz ustuni, qadri qaddidan da baland bo'lgan duogo'y dadajonim. Bugungi go'zal ayyomlaringiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz, qarshilagan yana bir yangi yoshingiz bilan chin dildan tabriklayman. Allohim umringizga, rizqingizga baraka bersin. Oilamiz va barcha yaqinlarimiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yonimizda turing. Ilohim hamisha yaratgan egam panohida bo'ling. Dadajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Avvalambor Allohimga ming bora shukrlar bo'lsinki, sizdek insonga bizni farzand qilib berganligi uchun. Hamisha Allohimni suyukli, sevimli bandasi bo'lishingizni, yaxshiliklar, yaxshi kunlar hamisha hamrohingiz bo'lishini chin dildan tilab qolaman. Dilbandlaringiz halol rizq bilan boqqaningiz evaziga ikki dunyo rohat va farog'atini ko'rishingizni mehribon Allohimdan so'rab qolamiz. Hamisha el yurt, farzandlaringiz, yaqinlaringiz ardog'ida bo'ling. 100 yoshlarga kirganingizda ham inshaalloh biz farzandlaringiz qo'llaringiz o'pib, duolaringizni olib yurishlik nasib etsin. Bizning baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling dadajonim. Garchi bu so'zlarni o'zingizga tez-tez ayta olmasam-da, sizni juda ham yaxshi ko'raman dadajon.
ba'zan erkalik qilib qalbingizga ozor yetkazgan bo'lsam, bu uchun meni Alloh uchun kechiring. Biz uchun qilgan mehnatlaringiz, go'zal tarbiyangiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin. Bizni o'qitdingiz, ishlarga joyladingiz, hayotda o'z yo'limizni topishimiz uchun bizga eng katta o'rnak bo'ladigan darajada ham ustoz, ham mehribon dada bo'ldingiz. Bularning barchasi uchun cheksiz rahmatlarimni aytaman. Inshaalloh sizni haj va umra ziyoratlariga olib borishlik biz farzandlaringizga umringiz davomida takror va takror nasib aylasin. Hoji otajon maqomlariga erishib yuring ilohim. Dadajon sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim onajonimiz bilan qo'sha qarib bizning baxt va rohatimizni rohatlanib ko'rib yuringizlar. Yana bir bora shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Aytmasam-da, mana bir bor mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay, eshiting ming bor, dada sizni yaxshi ko'raman. G'amlar ichra sabri sinmagan, huzur halovat nima bilmagan, bizni faqat bizni o'ylagan, dada sizni yaxshi ko'raman. Qalbi daryo mehri ummatim, sizga aytay cheksiz rahmatim, mehribonim, baxt va davlatim, dada sizni yaxshi ko'raman. Suyanchim va taxtim o'zingiz, ishonchim va ahdim o'zingiz, quvonchim va baxtim o'zingiz, dada sizni yaxshi ko'raman deya mana shunday ajoyib tilaklarni mehribon erka qizalog'ingiz tomonidan qabul qilasiz otajon. Rahmat qizim, rahmat. Rahmat sizga ham. Hurmatlaringiz bersin. Minnatdormiz. Hammaning omad keltirsin inshaalloh. Hammaning oilasida tinchlik bo'lsin. Ilohim. Hech kim ro'shnolik ko'rmasin. Yurtboshimizdan sog' kelsin, yurtimizni oqilona chiqarsin. Ilohim, rahmat kattakon. Otajon qizingiz bizga murojaat qilar ekanlar dadajonimga. Takror va takror ta'kidlab o'ting. Dadajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim bizni baxtimizni rohatlanib ko'rib yursinlar. Tez fursatlarda Allohimning muqaddas dargohi haj va umra safarlariga borib, Madina ko'chalaridan sayr qilishlik bizlarga ham nasib ro'za aylasin. Alohida ta'kidlab o'ting deya iltimos qilganlar mehribon qizingiz. Allohim shukr. Rahmat sizlarga. Tashakkur. Shu o'rinda sizning ham qizingiz uchun qolaversa, barcha oila a'zolaringiz uchun aytar so'zlaringiz bo'lsa, yo'lab olishingiz mumkin. Birozdan so'ng o'zlari ham eshitadilar buni. Oilasidan tinch bo'lsin, o'z-o'zidan ko'paysin, ishqilib bolalarini huzurini ko'rsin. Hayotda qoqilmasin. Hayotda chiqishlariga chiqib Xudoyim bardoshli oqila farzandlar bersin. Yaxshi go'shankalarga qizlarni uzatsin. Yaxshi go'shankalardan chiqib yursin. Chiqib niyatiga yetib yursin. Allohim bergan umrini chiroyli o'tkazsin. Bolalarim ham, ayolim ham baxtimiz sog' salomat. Ilohim. Rahmat kattakon chiroyli tilaklaringiz hamisha o'zingizga ham hamroh bo'lishiga tilakdoshmiz otajon. Yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat qizim, rahmat. Ko'nglingizni omadlaringiz bersin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Boshlanayotgan kuningiz xayrli va solih amallarga lim-molim o'tishiga ham tilakdoshmiz. Siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisisiz negaki, mana shunday mehribonlaringiz, mehribon farzandlaringiz bor. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. O'zingizni doimo ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Rahmat qizim, ko'nglingiz xayr. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz ko'p bo'lsin. Tashakkur, rahmat. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Xo'p bo'ladi. Minnatdormiz. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada.
bo'lsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz mening quvvatim, kuchim, siz bor nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uyda shirin choy uchun, sizga rahmat aytaman dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim.